Bu kino emas, bu real hayot. Har kuni 100 dan ortiq odamlar o'zining ishonchini deb o'z mehnat qilib topgan pullaridan mahrum bo'lmoqda. Sababi firibgarlar kundan kunga yangi sxemalarni o'ylab topishyaptiki, ular nafaqat sizning pullaringiz, balkim sizning ishonchingiz uchun ham ovga chiqishgan. 2025-yil 14-aprel o'zim ham firibgarlar qaramog'iga tushib qolishimga sal qoldi. Bugungi videoda siz firibgarlarning yangi sxemasi va ular qanday qilib sizning ishonchingizga kirayotgani haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ijodimizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni ko'p kuttirmagan holda biz videoni boshladik. Твоя музыка, твои правила. Фортепиано, гитара, барабаны, вокал. Соната. Рок, джаз, поп, классика. На твой вкус любой жанр. Esingizda bo'lsa, bundan bir necha yillar oldin Subyektiv o'z YouTube kanalida OLX platformasidagi firibgarlar qanday ishlashi haqida batafsil tushuntirib bergan edi. Va ushbu voqeadan so'ng o'zim ham qaysir tanishlarimni aynan firibgarlar qopqonidan olib chiqa oldim. Ammo o'zim firibgarlar qopqoniga tushib qolishim tushimga ham kirmagandi. 2025-yil 14-aprel kuni hamma kabi ishdaman va menga adashmasam 90lik kodi bilan boshlanadigan raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Ular qanday ishlaydi? Xuddi menga bo'lgani kabi sizga qaysi kompaniya nomeridan telefon qiladi va o'zini o'sha sizning nomeringiz qaysi kompaniyaga tegishli bo'lgan bo'lsa, aynan o'sha kompaniya xodimi deb tanishtiradi. Sizning raqamingizni yaroqlilik muddati yaqinlashganini va agarda cho'zdirmoqchi bo'lsangiz, shunchaki ularga cho'zdirishni xohlashingizni aytishingizni so'rashadi va bu uchun hech qanday pul olinmasligini aytishadi. Aynan mana shu hech qanday pul olinmasligi so'zi bizni qopqonga tushib qolishimizning asosiy sababchisi deb o'ylayman. Va siz ularga raqamni saqlab qolishingizni aytasiz. Sababi bu raqamga sizning akkauntlaringiz ulangan bo'lishi mumkin. Ular sizga hozir kod borishni aytadi. Kod sizning telefoningizga keladi. Ular aynan kompaniya xodimi ekanligi va siz kodni aytishingiz mumkinligi haqida aytishadi. Va menda ham shunday bo'ldi. Undan so'ng ular sizning ism, familiya, sharfingizgacha aytishadi. Va mana shu joyda demak bular firibgar emas deb o'ylaysiz. Ammo unaqa emas. Bu mavzuga esa yana qaytamiz. Xullas, siz kompaniya xodimi bilan gaplashdingiz va nomeringizni yaroqlilik muddatini cho'zdirdingiz va bo'ldi. Muloqot tugadi. Va biroz vaqtdan so'ng esa sizga yana bir notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'ladi. Menga 99lik kodi bilan boshlangan raqamdan qo'ng'iroq bo'lgan. Albatta, hamma nomerlarni ekraningizga chiqarib qo'yaman. Va u shaxs o'zini bank xodimi deb tanishtirdi. Aynan mening plastik kartam bor bankning xodimi. Ular buni qayerdan bildi? Bunga ham keyinroq kelamiz. Xullas, ular sizga o'zini bank xodimiman deb tanishtiradi va plastik kartangiz biroz vaqt oldin boshqa nomerga ulangani haqida aytadi. Va bu nomer sizga tegishli yoki tegishli emasligini bilish uchun qo'ng'iroq qilishganini aytadi. Va shu yerda siz o'ylab qolasiz. Va tabiiyki, o'zini bank xodimiman deb tanishtirgan shaxsga savol berasiz. Qanaqa nomerga ulangan ekan? Ular esa xayolga kelgan oxirgi 4 raqamni aytib, sizga raqam oxirigacha ko'rinmasligini aytishadi. Va agarda siz kartangizni o'zingizning raqamingizga qaytarib ulamoqchi bo'lsangiz, ularga Telegram orqali yozishingiz kerakligini aytishadi. Va sizga profil beradi. Profil odatda OZB2747 yoki OZB3100 shunga o'xshagan linklar. Va siz u linkni yozib Telegramda ko'rganingizda, u yerda o'sha sizning kartangiz bor bankning logotipi va o'sha bankingizning nomi yozilgan bo'ladi. Xullas, siz ularga yozasiz, ular esa sizga qanaqadir ssilkani tashashadi. Mana shu joyda o'yinni to'xtatishingizni maslahat beraman. Xuddi menga o'xshab. Aynan nima bo'lishini bilish uchun oxirigacha borishga qaror qildim va ular aynan ssilkani tashab bo'lgandan keyin
bu silka orqali agarda o'tadigan bo'lsam, kartamdagi barcha pullar yechilishini anglab yetdim. Va mana shu joyda ularni blokladim. Endi boyagi savolga qaytamiz. Ular qanday qilib sizdan ismingizni, familiyangizni va sharfingizni bilishdi? Javob juda ham oddiy. Esingizdami? Birinchi qo'ng'iroq qilgan shaxs sizga kod borishini va u kodni aytishingiz kerakligi haqida aytgandi. Ha. Ular mana shu joyda sizni ism, sharif va familiyangizni bilib, ishonchingizga kirishni uddalashadi. Qanday qilib biladi deysizmi? Sizga jo'natilgan kod siz ishlatib turgan raqam kompaniyasining ilovalari. Ya'ni hozir menimcha deyarli hamma kompaniyaning o'zining ilovalari bor. Ucell, Beeline, Uzmobile. Bu yerga kirganingizda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, tepa qismida ism, sharf va familiya yozilgan. Mana shu joydan ular sizni ismingizni, familiyangizni bilib olishgan. Okey. Ular qayerdan bildi sizning kartangiz qaysi bankka tegishliligini? Bilasizmi? Ba'zan biz kartalarimizni mana shu kompaniyalarning ilovalariga ulaymiz. Joyi kelganda ilovaning o'zidan to'lov qilish uchun. U yerda esa sizning kartangiz qaysi bankka tegishliligini bilishadi. Mana qanaqa sxema. Aytgancha do'stlar, Telegram tarmog'ida sizga balkim kelgan bo'lishi mumkin. Agar sizga ham bunaqa narsalar jo'natilgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Ya'ni Telegramdan sizga fayl keladi. Notanish odam, bilmaysiz kim. Seni eski rasmlaringni topib oldim degan. Aynan o'sha faylga kiradigan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz ularga o'tib ketadi. Bu ham yana bir ularning xakerlik uslublaridan biri. Xo'p, endi o'zimizning mavzuga qaytamiz. Qisqa qilib tushuntirganda ular qanday ishlaydi? Birinchi qo'ng'iroq sizning raqamingizni kompaniyasining xodimi deb tanishtiradigan shaxs sizga telefon qiladi. Raqamingizni yaroqlilik muddati tugaganini va uzaytirishni xohlasangiz ularga kodni aytishingiz kerakligini va ular shu bilan sizning raqamingizning kompaniyasining ilovasiga ulanishadi. U yerdan sizning ism-shariflaringiz va kartangiz qaysi bankka tegishliligini bilib olishadi. Ikkinchi qo'ng'iroq o'zini bank xodimi deb tanishtirib, raqamingizni boshqa nomerga ulanganini aytib, unga Telegram orqali yozishingizni so'rashadi va anketani to'ldirish uchun qaysidir link, ya'ni silkaga kirishingiz kerakligini aytishadi. Kirdingiz va Mammontga aylandingiz. Mammont kim deysizmi? Mammont mana shu firibgarlarning qaramog'iga tushib qoladigan insonlar. Bu holatlardan so'ng Ucell kompaniyasiga telefon qilib, ulardan qanaqadir telefon raqamining yaroqli muddati borligi haqida so'radim. Ular menga, agarda siz ushbu raqamni ishlatib yurgan bo'lsangiz va agarda siz doimiy oylik to'lovlarni qilayotgan bo'lsangiz, sizning raqamingiz hech qanday yaroqlilik muddatiga ega emas deya javob berishdi. Bundan so'ng esa mening kartam tegishli bo'lgan bankning call centeriga qo'ng'iroq qildim va ulardan qaysidir shaxs o'zini bank xodimiman deb tanishtirib, uning shaxsiy profiliga, ya'ni o'zining shaxsiy profiliga yozishini so'rab, qanaqadir link berib, anketa to'ldirishni so'rash mumkinmi deya savol berdim. Ular menga yo'q, unday bo'lish umuman mumkin emas. Agarda kartangiz bilan qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, sizga SMS xabar borishini yoki da qo'ng'iroq qilib, o'sha bankning binosiga kelishingiz so'ralishi haqida aytdi. Qadrli do'stlar, hozir 21-asr va aynan kiberhujumlar, firibgarlar, moshenniklar ko'payib ketgan asr desa ham bo'ladi. Shuning uchun mana shu videoni yaqinlaringizga jo'natib, ularni ogohlantirib qo'yishingizni so'rab qolaman. Va firibgarlarni qanday ishlashi, qanaqa vazifalarni bajarishi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz va agar sabringiz yetadigan bo'lsa, qozoq do'stlarimiz olgan Mosheniki serialini ko'rishingizni tavsiya beraman. U yerda firibgarlar qanday ishlashi batafsil ko'rsatib berilgan. Shu bilan videomiz yakuniga yetdi. Siz bilan Parvoz kanali va sevimli boshlovchingiz Talab Mahmudjonov edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha